Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan isitma haqida gaplashamiz. Isitma demak bu organizmni immun himoya jarayoni hisoblanadi. Juda ko'pchilik ota-onalar isitma chiqqan vaqtda bolaga tushkunlikka tushadi. Aslida isitma chiqqanda xursand bo'lish kerak. Isitma chiqdi, yuqori isitma, o'zingiz yashash joyingizdagi poliklinikaga bemalol bolani olib chiqsangiz bo'ladi. Bolani olib chiqsangiz pediatr ko'rdi va dorilar yozib berdi. Mana shu o'rinda hamma narsa boshlanadi. Ya'ni isitma tushmayapti-yu deb turib ko'p ota-onalar xavotirga tushadi. Do'stlar, dori yozilgandan keyin, dori boshlangandan keyin 2-3 kun kamida baribir ham isitmalab turadi. Ayrim kasalliklarda isitma oylab davom etishi ham mumkin. Bu demak kasallikning turiga qarab bo'ladi. Demak, isitma chiqdi. Isitma chiqqan vaqtda shifokoringiz o'rgatadi, qanday qilib isitma tushirish kerakligini, qaysi isitma tushiruvchi dorilar kerak. Misol uchun parasetamol, ibuprofen tarkibli dorilar butun dunyoda bolalar uchun standart davo sifatida bor, ya'ni isitma tushirish uchun. Xo'p, o'shalarni qanday doza, na kilogramm hammasini shifokoringiz ko'rsatib berdi va demak uyga bordingiz. Uyga borgan vaqtingizda sizning asosiy vazifangiz isitmani nazorat qilish. Isitma chiqsa birdaniga parasetamol, isitma chiqdi parasetamol, isitma chiqsa ibuprofen. Faqat u emas, balkim siz fizik usullar orqali ham isitmani kontrol qilib turishingiz kerak bo'ladi. Buni har bitta shifokor o'rgatadi, men qo'shimcha sifatida bugun aytyapman. Eng yaxshi usul bu demak badanni iliq suvda artish. Masalan, bolani isitmasi 39 gradus bo'ladigan bo'lsa, siz 38 gradusli suvda, ya'ni 1 gradus past. 38 bo'lsa 37, ya'ni imkon qadar o'sha bolani tana haroratidan 1 gradus pastdagi iliq suvda bolani demak iliq suvda artish yoki iliq suvda cho'miltirish bu juda ham foydali va birdaniga demak nima qiladi? Isitma sekin tushib boshlaydi. Mana shu o'rinda alohida e'tibor berishimiz kerak. Bolani qaysi xonada uxlatsangiz, misol uchun mana shu xonada uxlayaptimi? Demak, mana shu xonada siz bolani iliq suvda artishingiz, bolani cho'miltirishingiz kerak. Nari xonada yoki vannaga olib borib kelib yana bolani olib keldingiz, o'sha yo'lni o'zida ham demak nima? Ozgina sovqotib, shamollab qolish ehtimoligi bor. O'zi kasal bola bo'lsa, battar uni jarayonni kuchaytirib qo'ymasligimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun qaysi xonada bo'lsa, o'sha xonada demak badanni iliq suvda arting va kuzating. Odatda yarim soatda artganingizdan keyin sekin tushib boshladi. 01 bo'lsa ham sekin 01 tushyaptimi? Bo'ldi, xavotir olmang, isitma tushyapti. Shuning uchun o'zingiz uy sharoitida tez bolani badanni iliq suvda artishimiz kerak bo'ladi. Va mana shu o'rinda e'tibor beramiz. Ba'zi ota-onalar demak spirtli suvda artishar ekan. Men bu narsani tavsiya qilmayman. Spirt bolani terisini kuydirib qo'yishi mumkin. Keyingisi alkogol. Endi bu juda ham g'alati usul. Uchinchisi demak kir sovun, shampun, har xil demak kosmetik vositalarda ko'piklari bilan badanni artishar ekan. Bu ham do'stlar bo'lmaydigan usul. Endi kimdir aytishi mumkin, ota-bobolarimiz ishlatgan, kattalar ishlatgan, sen nimani aytyapsan? Bitta narsani bilaylik do'stlar, tibbiyot, men doim har bitta gapimda aytaman. Bir kunda 5000 ga yaqin yangi maqola chiqadi. Sekundda tibbiyotdagi ma'lumotlar yangilanadi. Ota-bobolarimiz eshak aravada yurgan bo'lsa, nimaga hozir siz yurmayapsiz? Ota-bobolarimiz misol uchun umuman aytaylik, texnikalardan foydalanish mumkin. Siz ham foydalanmang, telefondan foydalanmang, hech narsa qilmang, ular ham foydalanishmagan. Shunaqa deb turib tashab qo'ymaslik kerak-ku do'stlar. Shuning uchun kimdir agar ota-bobolarimiz ishlatgan bo'lsa, marhamat siz ham ishlating. Lekin hozir o'zingizni qiynashi kerak yo'q. Chunki har soatda bolani o'lchab, har soatda bolaga tez iliq suvda artib turish ham o'ziga yarasha mashaqqat. Onalar bu narsani yaxshi biladi. Shuning uchun oddiy iliq suv bo'ldi. Uni qanaqadir dengiz suvi, qanaqadir demak Himolay cho'qqisidagi qordan paydo bo'lgan suvlar kerak emas do'stlar. Oddiy iliq suv bo'ldi, olam guliston. Birinchi narsa shu. Ikkinchi masala bolaga tez iliq suv berish. Ya'ni imkon qadar kilogrammiga sutka davomida hech bo'lmasa 1 kiloga nisbatan 50-100 ml suv ichib turish. Misol uchun 10 kilo bola bo'ladigan bo'lsa, bu degani sutka davomida 1 litr suv ichsin. Demak, xulosa shundaki, bolaga isitma chiqqan vaqtda uy sharoitida nazorat qilish uchun, albatta davolash haqida gap ketmayapti. Shifokoringiz dori yozdi va nazorat qilish uchun har soatda tez badanini iliq suvda artamiz va tez bolaga iliq suv berib turamiz. Suv berdik, suvda artdik, isitma ishoning, xudo xolasa mana shu o'rinda demak bemalol nazorat bo'ladi. Va agar o'shanda ham nazorat etishmasa, keyin marhamat isitma tushiruvchi dorilardan foydalansangiz bo'ladi do'stlar. Va yana bir narsani aytib o'tib ketay, isitma chiqqanda xavotir olmang. Isitma haqidagi demak
molekulyar darajadagi videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimizda isitma patofiziologiyasi degan mavzuyimiz bor. U ko'proq shifokorlarga, tibbiyot talabalariga mos keladi. Menimcha yuqoridagi gaplarimiz aholi uchun yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar kimdadir qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat kommentariyda, demak, izohlarda yozib qoldiring. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, yoqtirmani bosing va eng yaqinlaringizga bu videoni ulashishni tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar, bolajonlarimiz kasal bo'lmasin.